Urganch 8 blok 5-magazindan skidkani Yamanni qo'yib beramiz. Yamonda turganimiz sababi enimda ko'rib turgan skromniy luklarimiz 75 ming so'm bo'ladi. Futbolcha 35 ming so'm. Triko 40 ming so'm. Общий 75 ming so'mga tushib turibdi. Agar ikki mahsulot asasizlar, farzandlaringiz uchun yana bir futbolka qo'shib beramiz. Где-то bir 25 ming so'mlardan tushib boradi. Sayfiddin aka narsalar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turgan Xatari bilan finkalaringiz hammasi 55 ming so'mdan bo'ladi. Xatari. Xatari 55 ming so'm finkalar. Razmerlari, har xil razmerlari bor. Velikanadon bor razmerlarimiz. Chalurlarning bahosini eshitinglar, chalurlarni. Chalurlarning bahosini, jins chalurlar hammasini 45 ming so'mdan qo'yib berdik. Общий. 40 razmerdan bor chalurlar. Muammosi yo'q. Hammasi 45 ming so'm. Boshqa kerak var 100-150 olib 45 ming so'mdan ikkita berasizlar kelib. Sifatlarına gap bo'lishi mumkin emas. Вообще zo'r. Görüşlerimiz Assortimentlari. Veselka, yine bu o'rtaga keladigan bo'lsak, bir hammasi 35 ming so'mdan bo'ladi. Baho berib qo'yasizlar futbolchilarga. Вообще materiallarida gap yo'q. Krupniroq ko'rsatamasizlar bu novozlikini. 35 ming so'mdan bo'ladi o'rtadagi hammasi. Keyin chalurlar, trikolar. Gittik. Ayting. Salavar chalurlarimizdan tartib do oxiradon trikolarimiz 40 ming so'mdan aytib qo'ydik. Sifatına gap bo'lishi mumkin emas. Har xil chalurlarimizdan bor, hibidan tartib sintetikadan. Radnoylar jinsi shortilarimiz ham 35 ming so'mdan. Pekin mahsuloti 35 ming so'm shortilar. Görürsün. Xohlasangizlar sportivniy variantlarimiz bor, hibi xilisi bor, sintetika xilisi bor. Bular ham 35 ming so'mdan shortiklar, har xil turi bor. Bir yan taraf 65 edeng Sayfiddin. Ava. Bir yan tarafta hem bagat hem bir boshqacha zo'r ko'rinishi yomon finkalaringiz hammasi 65 ming so'mdan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek pastda zo'r chalurlarimiz bor. Bular ham 65 ming so'm. Polli bu qatorimiz chalurlarimiz. Arayamiz 45 ming so'm, banimiz 65 ming so'm chalurlar. Eng qimmat 65 ming so'm shunda. Keyin yana kelamiz. 45 ming so'mdan bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz yaxshilab ko'rsatib. Ina bu narsalaringiz 55 ming so'm. Setishni yomon narsa. Yozib o'ldiradigan vazda ekan. 55 ming so'mdan. Yana men sizlarga ko'rsatdim, finkalarimni ko'rsatdim bo'lsam, halodok narsa 35 ming so'mdan qo'yib berdik bularni. Hazab giyiladim emas. Trikolar bir baho berib qo'yasizlar. Aytib o'tganimning 40 ming so'mdan bo'ladi, 40 ming so'm hammasi. Har xil vibrlar, rasvetkalari bor. Materiallar ham har xil, vidlar ham har xil. Assortiment ko'p. Farzandlaringizga qo'shib beriladi. Bir futbolka deganimiz ikki mahsulot asosida shunday futbolkalar bo'ladi yana. Uyda azatib yeyaveradilar, xibi material. Bu narsalaringiz ham yomon qo'g'a. Bu 40 ming so'm, 40 ming so'mdan. Baho berib qo'yasizlar 40 ming so'm. Yazda issisida azab giyman, quyosh o'tirmasin, qarayib ketmayin deydiganlar uchun sportivkalarimiz bor. Quyosh o'tirmaydi. Bozorchilar, boshqalar, ko'chada taksistlar zo'r. Bu yerda ostatga narsa yo'q. Prosta tovardim ko'p gap yotibdi. Shuning uchun tez-tez bo'shatib, tez-tez oborot etish uchun shuning nerealniy skidga qo'yilib turibdi. Sifatına gap yo'q. Bilasizlar, 8 blokda bozor hududida sifatsiz narsa dim kam bo'ladi. Vazlariga gap yo'q umuman sifatına.